48 sonining 25% nechaga teng? 12 ga. O'zbek tilida nechta kelishik bor? 7 Oltita. 6 Amir Temur qaysi asarda yashab o'tgan? Asrda 14-asr. Yer ko'sh atrofida taxminan necha kunda bir marta aylanib chiqadi? 20 Bir kunda. Chiroqni 5 kun. 7 ni kvadratiga 3 ni kvadratini qo'shsa necha bo'ladi? 58 Sinonim so'z nima? Misol keltiring. nima? Sinonim so'z nima? 16 qo'ysa. Sinonim so'z? Ana odamning siri boshqa, keyin haligi chinnidagi sir bilan ikkovi sinonim. O'zbekistonning poytaxti qaysi shahar? Toshkent. Odam tanasidagi eng katta a'zo qaysi? Miya. Oyoq. Miya. Bosh. Bosh qozon. Ko'krak. Oyoq. To'g'ri javob teri. 1 kilometr necha metrga teng? Millimetr. Men topdim. Fe'l so'z turkumi nimani bildiradi? Ish harakati. Eng uzun daryo qaysi? Nil. Teng bir. Mana ikkomiz. 12 ko'paytirib 8 minus 16. Hammani hisoblang. O'zinki. Nechi? Minus 6 mi? 90. Minus 16. 80. O'zbekiston qachon mustaqillikka erishdi? 1990. Kislorodning kimyoviy belgisi nima? Vodorod. No. O.